Robototexnika fanini demak ikkinchi ma'ruza mashg'ulot hisoblanadi. Bu ma'ruza mashg'ulotining mavzusi Arduino qurilmasida demak dasturlash algoritmida analik va raqamli chiqishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu mavzuni ham har bitta mavzuga oid demak tarkibiy qismi bilan tashlab o'tadigan bo'lsak, ya'ni reja qismi bilan tashlab o'tadigan bo'lsak, bu mavzuni ham demak 6 ta reja asosida demak birma-bir ketma-ketlikda tushuntirib o'tamiz. Birinchi navbatda Arduino platformasi haqida tushuncha beriladi. Ya'ni Arduino platformasi qanaqa platforma, unda qanday amallar bajaradi? Bu platforma Arduino qurilmasi qaysi platformalarda demak ishlaydi va hokazo mana shu savollarga javob olamiz. Undan keyin demak dasturlash algoritmi degan tushuncha bu. Dasturlash algoritmida ham demak biz bilamizki u qanday algoritmlar, oddiymi, murakkabmi, vizualmi va hokazo mana shu savollarga javob olinadi. Bundan tashqari demak ikkita tushuncha bor. Raqamli chiqish va analog chiqish degan tushunchalar bor. Raqamli chiqishda demak qanday amallar bajaradi, ya'ni u nima degani degan savollarga analog chiqishlarda ham qanday holatlar bo'ladi, u qanday ishlaydi, uni demak tahlillari qanday bo'ladi, shular haqida to'xtalib o'tamiz. Bundan tashqari biz bugungi mavzumizda demak kirish chiqish qurilmalari bilan ham tanishib o'tamiz. Va bundan tashqari demak oxirida biz mana shu har bir ma'ruza mashg'ulotidan kelib chiqib biz mana shu mavzuga oid qanday ma'lumotlarga ega bo'ldik, qanday ko'nikmalarga demak ega bo'ldik, mana shu savollarga javob berish maqsadida qisqagina 7 ta 6 talik demak savol javoblar tuzilgan, bu yerda mana shu savollar keltirilgan va 6-chi oxirgi rejamizni ma'ruza matnimizning oxirgi qismida demak bu haqida ham to'xtalib o'tamiz. Demak biz bu mavzuni boshlashdan oldin biz quyidagicha o'zimizga demak savol berishimiz kerak bo'ladi. Siz Arduino platasida demak LED chiroqni yoqmoqchisiz. Bu uchun siz birinchi navbatda qanday amallarni bajarishingiz kerak bo'ladi? Ya'ni qanday kod yozasiz va qaysi funksiyalardan foydalanasiz? Mana shu savollarga demak javob olishimiz kerak bo'ladi. Bu savollarga javob olish uchun biz birinchi navbatda mana bugungi kunda juda ham rivojlanib ketgan internet saytlardan kirib videoroliklar, bizga o'xshagan ma'ruza qilingan ma'ruza mashg'ulotlardan foydalanib, ya'ni bizni birinchi mavzumizdan foydalangan holda demak siz mana shu quyida keltirilgan kodlar orqali demak tizimni sozlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biz Arduino'ni demak bilamizki foydali tomonlari va salbiy tomonlari, ya'ni imkoniyatlari va cheklovlari ustida demak to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda demak biz bilamizki har bir qurilmaning o'ziga yarasha demak uni afzalliklari, qulayliklari va imkoniyatlari mavjud. Bunda ham Arduino'da ham demak uning asosiy imkoniyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyidagicha demak imkoniyatlardan foydalanish mumkin. Va shu bilan birgalikda demak har bir imkoniyat o'ziga yarasha demak salbiy oqibatlarni, cheklovlarni ham demak olib keladi. Va biz Arduino qurilmasi orqali biz quyidagi demak imkoniyatlarni demak sanab o'tamiz. Birinchisi mikrokontrollerlarni dasturlash. Bunda demak qanday amallar bajariladi? Ya'ni Arduino'da demak bilamizki biz bir funksiyali yoki ikki funksiyali demak amallarni bajarish mumkin. Va ularni mikrokontrollerlar orqali demak amalga oshiriladi. Agar biz buni cheklov deb biladigan bo'lsak, ya'ni cheklov qismlari qanday? Murakkab sanoat tizimlari uchun bu yetarli darajada emas deb hisoblaymiz. Chunki Arduino qurilmasi orqali faqatgina 2 ta 3 ta amallarni bajarish mumkin. Murakkab sanoat tizimlarida esa demak 3 va undan juda ham ko'p funksiyali vizual holatlar juda ham ko'pligi uchun bu Arduino qurilmasi demak bu imkoniyatlarga demak imkoniyatlari bu darajada mukammal emas. Bundan tashqari biz bilamizki sensorlar va modullar bilan ishlaydi. Bu ham bir imkoniyat. Bundan tashqari bu imkoniyatlarni sanab o'tib oxirida keladigan bo'lsak, birinchi navbatda duch keladiganimiz bu qaysi platformalarda Arduino qurilmasi ishlaydi. Mana shu savollarga demak javob olishimiz mumkin. Windows, Linux va hokazo turli bundan ortiq platformalarda ishlaydi va biz kundalik davomida ishlatadigan platformalarni slaydimizda demak namuna tadqiqotda keltirdik. Bundan tashqari bu platforma ochiq ma'lumotli platforma hisoblanadi va bepul platforma hisoblanadi. Bu ixtiyoriy talabada demak bu platformada ishlashni demak imkoniyatini bemalol ochib beradi.
Keyingi slaydimizda demak raqamli Arduino bilan ishlaydigan raqamli chiqishlar, analog chiqishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu yerda demak birinchi navbatda biz raqamli va analog chiqishlarni o'rganishdan oldin biz ularni kirish qurilmalari va chiqish qurilmalari bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda Arduino platformasida demak input ya'ni kirish qurilmalari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, demak quyidagicha qurilmalar orqali demak tanishib chiqqan hisoblanamiz. Ya'ni bulardan biri harorat sensori, yorug'lik sensori, masofa sensori, gaz sensorlari va hokazo tugma, kalit, potentsiometrlar bilan tanishib chiqamiz. Bular demak kirish qurilmalari hisoblanadi. Output ya'ni tashqi qurilmalar, chiqish qurilmalariga esa demak LED chiroqlari, RGB chiroqlar ya'ni LED chiroqlarni, RGB chiroqlarni farqi shundaki, demak LED chiroqlari bitta rangda yonsa, RGB chiroqlari bir vaqt o'ziga 3 ta 4 ta rangni taqib demak yonadi. Mana shu bilan bir-biridan farq qiladi. Va uning asosiy jihati shundaki, demak Arduinoda aloqa modullari ham mavjud. Aloqa modullariga demak birinchi navbatda demak Bluetooth moduli kiradi. Undan keyin Wi-Fi moduli, GSM moduli, RF moduli, SD kart, internet modullari bular aloqa modullari hisoblanadi. Dasturlash algoritmida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz demak uni 4 ta asosiy qismlarga ajratib o'rganishni boshlaymiz. Birinchi navbatda uni qanaqa algoritmligini bilishimiz kerak bo'ladi. Dasturlash algoritmi bu matnli algoritm hisoblanadi. Bundan tashqari bu algoritm qanday ishlaydi? Bu algoritm blok sxemalar orqali ishlaydi. Va demak bundan keyingi holatda demak algoritmni dasturlashda eng yaqin yozuv bu sintaksdan ozod, ya'ni mantiqqa e'tibor beriladi. Ya'ni dasturlashda demak asosiysi logikaga ahamiyat beriladi. Bundan tashqari dasturlash kodi demak Arduinoda ikkita platforma, S yoki S++ Python platformalari orqali demak ishlatiladi. Bundan tashqari biz mana bu yerda slaydda eng oson va oddiy birinchi berilgan savolga LED chirog'ini yoqqanmisiz, ishlatganmisiz degan savolga javob keltirish maqsadida namuna sifatida mana bu yerda dasturlash kodi yozilgan va boshlash tugmasi orqali biz LED chiroqlarni boshqarishni o'rganib chiqamiz. Birinchi navbatda boshlash tugmasi bosilgandan keyin demak LED chirog'i yonadi va 3 soniyagacha yonib turgandan keyin demak tugatish tugmasi orqali demak LED chiroqlari o'chadi. Mana shu narsani misol tariqasida keltirdik. Demak mana slaydimizni boshida demak ikkita tushuncha, yangi tushuncha bo'ladi. Demak raqamli chiqish bilan analog chiqish. Biz birma-bir bularga ustida to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda raqamli chiqish, ya'ni digital output. Bu nima degani? Raqamli chiqish degani demak qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, quyidagi 4 ta funksiyalarni demak biz keltirdik. Afzalliklari, funksiyalari, signal qiymatlari va uni qayerda ishlatilishi kerakliklari mana shu yerda demak keltirildi. Bundan tashqari ikkinchi tushuncha analog chiqish tushunchasi. Buni ham bilamiz. Pulse width modulation deyiladi. Ya'ni bu nima degani? Bu yerda demak buni ham o'zini diapazoni bor, o'zini funksiyalari bor va ishlatilish joylari bor. Mana oddiy qilib qayerda ishlatilishi haqida to'xtaladigan bo'lsa, bu LED yorqinligida boshqarishi yoki motor tezligini sozlashda yoki silliq va nazorat qilinadigan signallarni demak ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu mavzu matnida demak ikkita yangi tushuncha, ya'ni raqamli va analog tushunchalarga to'xtalib o'tdik va biz mana shu ikkita demak chiqishlarni bir-biri bilan taqqoslaydigan bo'lsak, birinchi navbatda biz unga demak mezonlarni o'rnatib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki agar mezonlar o'rnatib chiqmasak, buni tafovutini, qulayliklarini, biri qanday ishlaydi, ikkinchisi qanday ishlashini demak bir-biridan taqqoslashimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz mezonlar orqali demak bularni ishlashini demak ta'minlaymiz.
Va birinchi navbatda demak asosiy ahamiyat beriladigan qismlarga to'xtalib o'taman. Birinchisi demak birdaniga to'g'ridan-to'g'ri siz farq qiladigan joyi holatlar. Raqamli chiqishda ya'ni digital output'da demak holat ikkita. Yonish, o'chish holatlari kuzatiladi. Lekin analog chiqishlarda esa demak 256 ta holat bajariladi. Shunisi bilan bir-biridan farqlanadi va u qaysi so'zlarga va qaysi murakkabroqligi aniqlanadi. Bundan tashqari mana mavzuyimizni boshida to'xtalib o'tgandik. Bizni shu mavzu matnimizdan demak siz o'zingizga quyidagi keltirilgan savollarga demak javoblarni olasiz. Ya'ni birinchi savolimiz shundan iborat: Arduino nima va u qanday platforma va u qanday ishlaydi? Mana shu savolga demak biz javob berib o'tdik. Ikkinchi savol shundan iboratki, dasturlash algoritmi deganda nimani tushunasiz? Dasturlash algoritmi qanday ishlaydi? Uni soddaligini, uni matnli algoritmligi haqida biz demak tushunchalar berib o'tdik. Uchinchi savolimiz shundan iboratki, demak pin model, digital write funksiyalari qanday ishlaydi? Ya'ni pin model degani led chiroqlarni yoqsa digital write uni 2, 3, 4 sekundgacha yonib turishini demak ta'minlab beradigan demak dasturlash kodlari hisoblanadi. Bundan tashqari raqamli chiqish qanday signal yuboradi? Misol keltiring. Bunda ham biz misollarda ko'rsatdik. Raqamli chiqishlarda demak afzalliklari qayerda ishlatilishi haqida ma'lumotlar keltirildi. Bu savolga ham demak javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari analogli chiqish ham qanday ishlaydi? Uni ishlashi haqida ham biz yuqoriroqda demak ma'lumotlarni keltirib o'tdik. Bundan tashqari demak analog write funksiyasi qanday diapazonni aniqlaydi? Bu savolga ham demak slaydimizda javob keltirilgan. 5-slaydimizda javob keltirilgan. Bu holatda ham demak mana o'zi aytib o'tganimdek 255 ta holatni demak aniqlash mumkinligi demak mana shu yerga keltirilgan. Va farqlarda biz bilamizki, raqamli va analog chiqishlarning demak farqi demak ularning holatlari. Ikkita holat turibdi demak raqamlida, analogda esa 255 ta holat turibdi. Mana shu yerda katta farq turibdi. Bundan tashqari Arduino kutubxonalari nima uchun kerak degan tushuncha bu. Bu nima degani? Arduino kutubxonalari deganida Arduino qurilmasi orqali qanchalik amallar bajariladi, robot yasaladi, boshqa holatlar, aqlli chorraha yoki aqlli uy maketlari yasashda deydi. Bu narsa tizim tilida kutubxona hisoblanadi. Mana shu narsa demak nazarda tutilgan hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu fanimizda, bu mavzuyimizda demak biz Arduino tushunchasini o'rgandik. Bundan tashqari dasturlash algoritmini o'rgandik. Bundan tashqari ikkita yangi tushuncha raqamli chiqish va analog chiqish funksiyalari, ya'ni shu ikkita chiqishlarni demak afzalliklari, qulayliklari, farqlarini taqqoslab demak o'rganib chiqdik. Mana shu bugungi mavzuyimiz mana shundan iborat edi.